Maktab bitiruvchilari va talabalar uchun 2025-yilda ham ishlab, ham o'qib pul topsa bo'ladigan top 3 ta kasb haqida gaplashamiz. Agar ushbu kasblar haqida batafsil ma'lumot, ish topish yo'llari, qancha pul topadi, batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi kasb esa mutaxassisligi. Agar siz esa mutaxassis kasb egallaydigan bo'lsangiz, bu orqali siz ham onlayn ham offlayn holatda ish topib, daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi kasb egasi esa bu mobilograf. Videograflarga qaraganda bu nisbatan arzonroq va tezroq xizmat ko'rsatib berish orqali hozirgi talab darajasi ancha yuqori bo'lmoqda. Uchinchi kasb egasi esa bu call centerda sotuv menejeri kasbi. Bu kasbga hozir ham 2025-yilda ham talab ortib bormoqda. Bu kasb egalari tadbirkorlar hozir ham Farg'ona shahri bo'ladi, Toshkent shahrida bo'ladimi? Vakansiya kanallarini bir qiziq ko'rishingiz mumkin. Agar gapni isbot sifatida eng ko'p e'lon berilayotgan, vakansiya berilayotgan kasblardan bittasi bu call center operatorligi. Agarda sizda ham ushbu kasblarga qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, qanday ish topsam bo'ladi, qayerda o'qisam bo'ladi, qanaqa pedagog qilsam bo'ladi, nimalar kerak bo'ladi? Ushbu savollarga javob sifatida maxsus qo'llanma qilganman. Agar ushbu qo'llanmaga ega bo'lish xohlasangiz, izohlarda kasb so'zini yozib qoldiring va men sizga yuboraman.